Qaranglar, bu yerda anaqa kayak bilan suv olsa bo'lar ekan. Onlayn QR-kodga kirib, app orqali qanaqadir pulini to'lab, turistlarni bahosini boshqasini ko'rsa bo'lar ekan. Keyin kod olinar ekan. Vaqt belgilab, keyin kodi bilan yechiladi. To'plab qo'ygan. Keyin aylanib kelasizda, keyin qaytib qo'yasiz joyiga. Qaytib qo'ygandan keyin yana o'sha qoldirdim deb appdan kirib to'g'rilaysizda, keyin qo'shilib ketiladi. Keyin shu bilan qoldiriladi. Faqat men tushunmaganim, bularda bunaqasi qayerda ekan? Kimroq qo'yganmidi? Suzadigan eshkak deydim, eshkagi. Ham cho'miladigan joy. Bularning hammasini o'sha kommun qaraydi bularga. Mana tualetlar oldin tekin edi. Hozir bilmadim, pulga qo'yganmidi, mana hozir borib ko'raylikchi. Biz o'tgan yil bir keldik. Ayt, tekin ekan hali ham qisqa chiqib ketdi. Dush mancha pulli yonida dushi. Issiq suv ichadigan dushini pulga qo'ygan. Qolgani o'sha bolalarga, kattalarga bemalol bo'lsin, ko'chalarga qo'yib ketmasin deb tekin qilib qo'yishadi. Juda ham ko'p o'zimizga o'xshagan qora ko'zlar ko'p. Ko'zim tushyapti. Boya bittasi bilan gaplashdim. Salomlashib, salom arabchasiga, o'zbekchasiga salom alaykum desam, va alaykum assalom dedim. Shashlik qilyapsanmi desam, yo'q, chilimga o'tin tayyorlayapman deydi. Chilimini ko'tarib kelgan, chilim chekadi bu yerda. Daraxtlar hammasi saqlab qolingan, eski yeman daraxtlari. Dub deydimi ruschasiga? Ek deydi bular. 1000 yillik daraxtlar. Alen bo'lib saqlangan. Mana qirg'oqdan 200-300 metr zona bu yerda qoldiriladi. 200 metr demadimcha. Aniq ko'rinadi shu chegara. Odamlarga ochiq bo'lish kerak. O'shancha mana uylarning chegarasi yerda tugaydi. Bu yoqqa o'ta olmaydi. Biz zemlaveramiz, agar mana bu ishmat ko'chirmoqchiman, mana bu reshetkamizni sal bu tarafga desa, ruxsat bermaymiz biz, chunki bu yerda bufer zonasi bor, suv havzalarining ihota zonasi deydimi o'zbekchasiga. Normal standart 100 metr, kengaytirilgan joylardan 200 metrdan 300 metrgacha borishi mumkin. Xo'p, suv oqayotibdi, sharillab. Misr tashlaydiganlar. Mana Leon, bizda o'sha hokimiyat belgisi. Ketdik. Hozir marojniy bermoqchimiz bolalarga. Bular shashliklarning hidiga kimlardir kabob qilayotgan ekan. Qorni ochib qolishdi. Hozir qaymoq beramiz. Qayoq ketyapti yo'da? Saida ke qizim, bu yerdan o'tib olamiz. Mana hozir darvozani yopsa, suv tushaveradi tepadan. Bu yerda postoyanno suv oqadigan kanalda o'zi. Tushish hisobiga to'ladi o'sha zona. Yopadi, nariga tushayotgan tarafdagi suvni o'rini bilan bu suvni o'rini bir xil bo'ladi. Keyin yana ochadi, dal suzib ketadi. Hozir buni yopadi, buni yopsa bu yerda suv kamayib boshlaydi. Mana qasiga pastga qarab ketadi.
darvozasi yopildi. Turistlar rosa ko'p keladi bu yerga. Turist oqib keladi. Buni yopdi, endi buni ochadi. Buni ochmaydi ekan. Bitta suv kamayadi. Qishda bo'shab qoladi ancha. Ma'mulan hammasini qo'lda kesgan soldatlar 14-15-16 asrlarda kesib tayyorlagan. Daniyadan qochib Shvetsiya o'rtasidan kanal qazgan bular. Keyin biron kun ofitsialniy dokumentalniy ko'rsatarman hammasini hujjatlari bilan. Mana boyagi ikkita qayiq. Yo'qacha kelishdi. Yani kartasi bize hozir. Bu Motola tarafı, narigi taraf. Bu Soda Shopping taraf. Zaman betamiz hozir. Daha borib tepaga Motola katta ko'lga tushib oladi. Katta ko'lda yana davshiraqa kanallar bor, daryolar bor, oqib kelib bu yoqdan tushadi keyin Shimoliy dengizga. Yana chiqib kelib katta ko'llardan, daryolardan shpizlardan ko'tarilib tushib tushadi. Bizning kanal tepasiga tushadi. Bu yerdan tushadi, keyin bu yoqdan Baltiq dengiziga chiqib ketadi. Mana общий plani qanaqaligi ko'rsatilgan. Endi bitta qayiqlar qo'yadigan parkovkasi bor. Yerdan ko'tarilib chiqadi, parkovka, dash, kafe hamma narsa bor, dash ketadi. Taktik deydi shekillar juda ham qiziqarli. Fizika qoidalarini inglizlardan olgan. Bularda injenerlar bo'lmaganda inglizlar kelib qurgan bu yerda. Armiyasi inglizlarga pul bergan, injenerlarga ular kelib hisob kitobini olib berishgan. Mana hozir mushqaymoq yeymiz, xudo xolasa.